yuqorida bitta oyatni keltirdingiz. Ya'ni astag'firullah va laqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Bu Qamar surasida 4 marta keladigan oyat ekan. Endi mana shu joyda haligi shu oyatni Qur'on mufassirlari, bo'lib ham ustozlarimiz o'zimizda ham bu oyatni tafsir qilishgan ekanda. Tafsir qilganda ham avvalo bu oyatda lug'atiga e'tibor qaratish kerak ekan. Va laqad yassarnal qur'ana lizikr. Ya'ni bu joyda lam laqad da lam ta'kid ekan. Ma'noni kuchaytiradi ya'ni. Qad yana bitta ta'kid. Batahqiq albatta shubha yo'q degan ma'nolarni ifodalaydigan ta'kid. Yasara yengil bo'ldi. Yassara juda yengil bo'ldi. Bu uchinchi bir ta'kid ya'ni. Mana shu joyda ya'ni Alloh taolo kalomida mufassirlar aytayaptiki, biz Qur'onni zikr uchun, o'rganish uchun oson qildik demagan Alloh taolo. Biz Qur'onni o'rganishga oson qildik demagan Alloh taolo. Ya'ni Alloh taolo aytgan xitob shuki, dar haqiqat hech qanaqa shubha yo'qki, biz Qur'onni o'rganish uchun juda oson qildik deyapti Alloh taolo. 3 ta ta'kid bilan. Va oyatning oxirida fahal min muddakir. Qani o'rganuvchilar bor. Bu ya'ni Alloh taoloning bir xitobi ekan. Qur'oni Karimni o'rganishga bo'lgan targ'ib ekan bu. Va bu oyatni Qamar surasida 1 marta keltirmagan ekan. 4 marotaba orada 2 ta oyatdan keyin, 3 ta oyatdan keyin mana shu oyatni qayta keltirib, ya'ni bandalarini Qur'onni o'rganishga va uni o'rganishning hech qanaqangi qiyin emasligiga bir yo'naltirib targ'ib qilgan ekan Alloh taolo.